Assalomu alaykum YouTube ixlosmandlari. Traktor, pritsep sotib olaman deb yurgan odamlar, mana bitta pritsep bor, mana zavodskoy, родной, mana setkalarni, rossiyskiy setkalardan olib taxlaganmiz. Mana yili 94-yil. Mana shu pritsep, mana rossiyskiy. Kurklari ham, paychinliklari, boltlari hammasi to'liq родной qo'yilgan. Keyin pritsep tortib ketayotganda ham umuman ovoz chiqmaydi. Mana bu yerlariga rezinkalardan qo'yilgan. Umuman pritsepni tortib ketayotganda ovozi chiqmaydi. Shaqir shuqur unaqa ovozi yo'q. Mana taklari, ramalari. Mana yaqinda 10 kun bo'ldi kraskadan chiqqan. Kraska ham Royal firmasini kraskasidan rosa to'ydirib 2 marta qilingan. Mana ramlari, pritsep orqalari, taklari, hamma joyi mana родной, свежий turibdi. Pollari ham, 4 tala baloni ham yangi balon. Pritsep o'pish ko'rinishi. Yili 94-yil chiqqan. O'zim ishlatganman bu pritsepni. 6 tonna yukni bemalol ko'tara oladi. Hamma joyi mana balonlar hammasi boltlarigacha rossiyskiy, mana diskalar, boltlari ham to'liq turibdi. Hamma joyi yaxshi. Mana ramlari. Kimga shunaqa yaxshi sifatli rossiyskiy pritseplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. YouTube kanaliga qo'yganimizda mana pollari, hamma joyi ideal holatda. Olgan odam mazza qilib ishlatadi. Mana setkani boltlarigacha bor. Yukni ortganda kichkina ikkita o'rtadagi setkalarni ham ushlab qoladi. Mana pritsep setkalari ham barisi rossiyskiy sifatli. Pritsepni narxini 50 million so'm deb baholayapman. Kimga yoqsa, mana bu salonlarigacha shlanglari ham barisi yangi qo'yilgan. Shu kraska tegib ketmasin deb salafan qo'yilgan. Xullas, mana shu pritsepni narxi. Bu pritsep Samarqand viloyati Payariq tumanida Guliston mahallasida turibdi. Kimgadir yoqqan bo'lsa, yaxshi sifatli pritsep olaman degan insonlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Pritsepni narxi 50 million so'm deb baholadik. Kelishamiz. Kimgadir shunaqa yaxshi texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Hali telefon nomerlarini ham qoldiramiz. Sog' bo'linglar. Ishlashga tayyor bo'lib turibdi. Endi xaridor kelib sotib olib ketmaguncha bu pritsep ishlatilmaydi, yuk ortilmaydi. Hamma joyini ko'rsatdim. Resortlari ham hammasi o'ta ideal holatda. Agar tormoz bachoklari bo'lsa, tormozlar ham ishlaydi. Remont qilib olsa. Mayli, sog' bo'linglar muxlislar, omon bo'linglar.